Hammaga salom, sizlar bilan Traktor.uz kanal bo'lib, bugun biz biz yoqtirgan mashina BMW mashinasi haqida 25 ta fakt aytib beraman. Qiziqarli fakt aytib beraman. Menga ham BMW yoqadi. Do'stimning fikri bo'yicha unga ham BMW yoqar ekan. Unda boshladik. Birinchi fakt. BMW kompaniyasi 1916-yilda Germaniya davlatida tashkil topgan. Ikkinchi fakt. BMW nomli Bavariya motor zavodlari degan ma'noni bildiradi. Uchinchi fakt. Dastlab BMW samolyotlar uchun dvigatel ishlab chiqargan. To'rtinchi fakt. BMW belgisi samolyot parklagini va Bavariya hududlarining ranglarini ifodalaydi. Beshinchi fakt. Kompaniyaning bosh ofisi Myunex shahrida joylashgan. 6-fakt. BMW faqat avtomobil emas, mototsikllar ham ishlab chiqaradi. 7-fakt. BMW mototsikllari alohida yo'nalish sifatida ishlab chiqariladi. 8-fakt. BMW avtomobillari tezlik, qulaylik va sifat bilan mashhur. 9-fakt. BMW haydovchi uchun mo'ljallangan avtomobil deb tanilgan. 10-fakt. BMWning eng mashhur modellaridan biri 3-seriya hisoblanadi. 11-fakt. BMW ko'p yillar davomida orqa g'ildiraklardan tortuvchi mobillar ishlab chiqargan. 12-fakt. BMWning sport avtomobillarini tayyorlaydigan bo'limi mavjud. 13-fakt. BMW M5 modeli juda tez va kuchli sedan hisoblanadi. 14-fakt. BMW ishlab chiqargan birinchi avtomobil BMW 3 yoki 15 bo'lgan. 15-fakt. BMW poyga musobaqalarida, jumladan Formula musobaqalarida qatnashgan. 16-fakt. BMW dvigatellari kuchli va uzoq xizmat qilishi bilan mashhur. 17-fakt. Avtomobillarning old qismida ikkita qismli panjara bo'ladi. 18-fakt. BMW ekologik toza elektrda yuradigan avtomobillar ham ishlab chiqaradi. 19-fakt. BMW i8 modeli sport avtomobil va elektr texnologiyasini birlashtirgan. 20-fakt. BMW avtomobillari ko'plab mashhur filmlarda qatnashgan. 21-fakt. BMW avtomobillari yuqori toifadagi qimmatbaho avtomobillar hisoblanadi. 22-fakt. BMW mashinalari katta tezlikda ham barqaror boshqariladi. 23-fakt. BMW kompaniyasi Rolls-Royce avtomobili brendiga egalik qiladi. 24-fakt. BMW har yili millionlab avtomobillar ishlab chiqaradi. Oxirgi faktimiz. 25-fakt. BMWning shoiri eng zo'r haydovchi avtomobil degan ma'noni aytadi. Ya'ni the ultimate driving machine deb inglizchasiga aytiladi. Sizlar bilan Traktor.uz bo'ldi. Men bitta narsani aytmoqchiman. Bu yerda yozilmagan ekan, BMWda Formula 1 ham bor. Yozilgan-ku mana. Qani? Nechinchi dedim? 15-fakti. BMW poyga musobaqalarida bo'lmas ekan. Adashdim. Yozilgan? Formula 1 musobaqalarida qatnashgan deb yozilgan. Sen adashyapsan. Qani? Hozir nechinchi faktimiz edi? 25 ta naqi bor. Yo'q, unaqa emas edi. Kompaniyasi joylashgan. Hozir 1 minut ketibdi, video ostiga edi. BMW ko'p yillarda orqa g'ildiraklarini ishlab chiqargan. BMW musobaqalar jumladan. Mana 15-fakt ekan nimam-ya? BMW poyga musobaqalarida, jumladan Formula 1 musobaqalarida qatnashgan. Sizlar bilan ben 2000 ta like bossalar, voy
Yo, 2000 ta emas. 200 ta like bo'ladigan bo'lsa, sizlar kiber Kiberkar haqida video chiqaramiz. 20 ta fakt chiqaramiz. Agar xohlasangiz boshqa mashina yoki boshqa narsalar haqida chiqarishimiz mumkin. Sizlar bilan Traktor Uz bo'ldi. Hammaga salom. Omon tinch bo'linglar. Biz esa videoni Hammaga tugatdik. xayr. Men bilan do'stim bo'ldi. Xayr.